alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Octavius Minecraft kanalidasiz. Avvalambor hammangizga kirib kelgan hayit ayyom muborak deb qolaman va videoni boshlayman. Iltimos, ushbu video tagiga 15 ta like yig'ib qo'yaylik. So'ng buning ikkinchi qismi chiqadi. Va video davomida aytilganda Gigant TNT'dan taxminan 20 ta portlatiladi. Hoy, nega buni bo'lmayapsiz? Iltimos, chap tomoningizga qarang. Chap dedim. Chapga xo'sh, pastroqqa obuna bo'lish tugmasini bosing. Qo'rqmay bosavering, og'rimaydi. Bosing va o'ngga qarang. Bu like deyapti. Iltimos bosib qo'ying. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Yana qanday videolar chiqsin. Va biz gapni cho'zib o'tirmasdan videoni boshlaymiz. Shunutma, shu yerga tashlab ketishganini aytishgandi. Xo'sh, ana keldik. Juda soz. Keling, shuni oxiriga olib qo'yamiz. Juda soz. Ishni yaxshisi bundan boshlaymiz. Qani olg'a. Iloji boricha uzoqroqqa. Masalan, ajoyib, hattoki o'raqamoqchi. Modlarni ko'p qo'shilgan bo'lmaydi. Ana ajoyib. Qani mana bu TNT'ni ko'ramiz. Proxy TNT ekan. Qani olg'a. Qani qizaloq, o'zingni bir ko'rsat. To'rt tomonga TNT tortarkan. Na samom deli effekti uncha kuchli emas. Hop, mana bu jiddiyroq o'xshayapti. Bu ham keyinroq teshib ko'raman. Nima bo'ldi? Bir şey tushunmadim. Mana bu vardı infeksiyasi başlamıştı. Mana bu menga yoqdi. Lava TNT hamma yo'li lava bilan portlatib tashlasa kerak. Ha, taxirgandek. Uzoqroq turgani ma'qul. Nima oldu menga tushuntirasiz? Mana yashil suvning orqasidan uni oldinga o'xshab ko'rinar ekan. Unchalik yaxshi emas. Teksturasi xo'sh. Xudoyim, bu juda jiddiyga o'xshayapti. Unchalik emas. Mana bu esa men zo'rda turgani ma'qul. Yetarli tuzoq bo'ldi. Tasoddan yo'q bo'lib qolsa-ya. Xudoyim. Qotishni boshladi. Qotyapti. Xudoyim. Mana buni portlash desa bo'ladi. Menga yoqdi. Shunaqadan bir necha, agar shu video tagiga 20 ta like yig'ilsa, yo'q 15 ta. Shunaqadan 20 donasini portlatib. Mana buni ikkita qaytadan paydo bo'ldi-ki. Nimaga o'xshaydi? Seyfga qo'y.
Nima? Bu meni aldamoqchimi? Qayerdan keldi? Yo'q, buni sinadim-ku mana. O, ajoyib. Voy, gap qoldi. Davom etamiz. Nether TNT'si. Ifritlarni paydo qilish kerak. Lekin ifritlar paydo bo'lmadi. Buni-chi? Menga nimanidir muz hosil qiladi. Qizig'i shundaki, hech narsa bermasam. Men o'zim ekanman. Ha, tushunarli. Bir tinga qimmat ekan. Gravity. Qani harakatga kelamiz. Bo'la qol. Bo'la bu qanday TNT bo'ldi xo'sh. Voy. Jenursa sizdan. Mana bu yoqda sinab ko'ray. Bu yerda nima bor ekan? Voy, jenursan. Bir axlat va keraksiz narsalar. Endi sinabit cho'langi. Mana bu nega ikkita paydo bo'lib qoldi menda? Jenursan sizni. Voy, qayoqqa ketyapsan? Shuni sinab ko'ring, menga joy, qishloq. Yo'q, qishloqda joy bo'lish kerak, sinagan juda soz. Mana bu yer bo'ladi. Qishloqlarga buning uchun hali anchagina pul to'lashimga to'g'ri keladi. Va Impulse TNT'si. Bu eng so'nggisi. Va menimcha eng qo'rqinchlisi. Adashmasam mana bu belgi buzilgan serverlarda chiqardi. Menga ishoning, buni o'zim qo'yganim yo'q. Qora TNT'si nima qilarlar? Savolimga javob bo'ldi. Buni markazga tushmaslik kerak ekan. Qiziq, shundan bir nechta bo'lsa nima bo'larkin? Jenursun. Tunamanki bittasi barchasini ishga tushirishga yetadi. Bekor ish qildim-da, yaxshi qilmadim. What the fuck? Qorong'uda zo'rqonga. Oh my god. Hoy. Ajoyib. Ha, ajoyib.